Assalomu alaykum azizlar. Shifokor bo'lganim uchun makkajo'xorini foydaligini meditsina, ya'ni fan yo'li bilan xalq tilida tushuntirishga harakat qilamiz. Ota-bobomiz ham makkajo'xorini ko'p iste'mol qilishganini hamma yaxshi biladi. Qisqacha qilib aytganda, makkajo'xori jigar kasalligida, semizlikda, ya'ni organizmda yog' to'planishini kamaytirishda va boshqa maqsadlarda ishlatiladi. Xalq orasida ko'p ishlatiladigan makkajo'xori popiga tarkibida sintesterol, xolesterinni kamaytiruvchi sigmasterol, vitamin K, S, pantanat kislotasi, semizlikni davolovchi vitamin B8, ya'ni inazid, 3-18%gacha, efir moyi, yog' 2,5%gacha, smola, achchiq modda, saponin va boshqalar bor. Makkajo'xori popigi bilan tanishib chiqsak. Birinchi, makkajo'xori popigini tarkibida smola borligi uchun damlama sovigandan so'ng filtr qog'ozi yoki dokadan o'tkazib iste'mol qilinadi. Ikkinchi, jigar tosh kasalligida ishlatilish sababi sigmasterol organizmda xolesterinni kamaytiradi. Organizmda xolesterinning kamayishi o't qopida tosh hosil bo'lish jarayonini oldini oladi. Agarda tosh bo'lsa, toshni kattalashishini sekinlashtiradi. Uchinchi, inazid, ya'ni vitamin B8 qondagi insulinni miqdorini me'yorda bo'lishiga ta'sir qiladi. Yana organizmda to'plangan yog'ni parchalanishini tezlashtiradi. Demak, semizlikda jigar, yurakni yog' bosishini davolashda qatnashadi. To'rtinchi, makkajo'xori popigi ishtahani pasaytirib ozdirish xususiyati borligini hamma yaxshi biladi. Beshinchi, vitamin K qon evish jarayonida qatnashadi. Oltinchi, makkajo'xori popigi siydik haydagani uchun buyrak va siydik yo'li tosh kasalliklarida tavsiya qilinadi. Makkajo'xori donida kraxmal, yog', pentazon, vitaminlardan vitamin B1, B2, nikotin kislotasi, biotin, ya'ni vitamin E, karotinoidlar va boshqalar bor. Birinchi, makkajo'xori kraxmalni kattaligi guruch kraxmaldan keyingi o'rinda turib, 20-30 mikronni tashkil qiladi. Shuning uchun oson hazm bo'lib, insonni kasaldan tezroq tuzalib kuchga kirishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi, makkajo'xori yog'i chala to'yingan, ya'ni yarim to'yingan yog'dan iborat bo'lgani uchun organizmga foydali hisoblanadi. Makkajo'xori yog'i kunjut, kungaboqar va shunga o'xshash yog'lar bilan bir xil ta'sir qiladi. Yarim to'yingan, ya'ni chala to'yingan yog'larni organizmga foydali ta'sirini shifokorlar yaxshi biladi. Uchinchi, makkajo'xori doni ham organizmda xolesterinni kamaytirish xususiyatiga ega. Organizmda xolesterin kamaysa, ateroskleroz kasalligining rivojlanishini oldini oladi. O't qopida tosh hosil bo'lish jarayonini oldini oladi. Agar tosh bo'lsa, uni kattalashishini oldini oladi. To'rtinchi, makkajo'xori donini tarkibida glutamin kislotasi bo'lib, qondagi gemoglobin tarkibida bo'ladi. Gemoglobini tarkibida glutamin kislotasi o'rniga vanil biriksa, gemoglobin S hosil bo'lib, gemoglobinni kasalligini keltirib chiqaradi. Demak, glutamin kislotasi organizmdagi qon uchun muhim hisoblanadi.
Beshinchi, makkajo'xori tarkibida bo'ladigan glutamin kislotasi jigar nekrozi, ya'ni xalq tilida jigar chirishini oldini oladi. Demak, makkajo'xori doni jigar kasalligini rivojlanishini oldini oladi. Bu ma'lumot Bobojonov ichki kasalliklar darslik 2008-yil 371-betdan olingan. 6. Makkajo'xori donini ko'katlar bilan birga iste'mol qilsa, semizlikni rivojlanishini oldini oladi. 7. Demak, makkajo'xori unidan qilingan mahsulotlarni iste'mol qilib tursa, misol uchun jo'xori non iste'mol qilib tursa, ko'pgina kasalliklarning rivojlanishini oladi. Ota-buvamiz zog'ora non, ya'ni makkajo'xori nonini ko'p iste'mol qilishganini hamma yaxshi biladi. 8. Makkajo'xori mahsulotlari foydali bo'lgani uchun yosh bolalar va yoshi kattalar ko'proq iste'mol qilib tursa yaxshi bo'ladi. Popkorn, ya'ni badroqni aksariyat insonlar yaxshi ko'rib iste'mol qiladi. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz. Makkajo'xorining organizmga foydali ta'sirini Bobojonov ichki kasalliklar darslik 2008-yil 371-bet, Akademik Karimov sog'lom ovqatlanish salomatlik mezoni 2015-yil 82-bet, Azizova farmakologiya darslik 2000-yil 286-bet, jami bo'lib 10 ta kitobdan foydalandik.